Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun yana bir qatam sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan xursandman. Bugun biz xotir kompyuterga munosabatlik ba'zi uchur texnikalarini ko'rib o'tamiz. Xotir kompyuterining ichini achish, zapchastlarini chiqarish, almashtirish, tozalash degandek bir qator o'zimiz oilada qila oladigan oddiy texnikalarni o'rganib chiqamiz. Shunday ishlarga qiziqadigan, qo'lidan keladigan qarindoshlarga balkim ozdir ko'pdir yordam bo'lib qolishi mumkin. Undaq tamamiz birga ko'rib chiqayli. Marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugun biz xotir kompyuterining so'g'itish qismini qanday tozalash va qanday asrash va kompyuterining ba'zi parchalarini qanday söküş, qanday qurashtirish degandek bu mazmunlarni ko'rib chiqamiz. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, bu xotir kompyuterlarning ichidami ustal kompyuterga o'xshashli ichida so'g'itquchisi bor. Ya'ni so'g'itadigan bir shamoldurg'uchi bor. Bu so'g'itquchi shamoldurg'uch kompyuterning qizib qolishining oldini olib, kompyuterning temperaturasining normal turishiga va kompyuterning normal xizmat qilishiga kafolatlik qiladi. Hamda biz xotir kompyuterni ma'lum mezgil ishlatgandan keyin bu so'g'itquchi shamoldurg'uchning sirtdan kompyuterning ichiga sovuq havo kirishi va ichidagi issiq havoni sirtga chiqish jarayonida sirtdan nurg'un chang to'zon va boshqa moddalar kompyuterning ichiga kirib oladi va bu yerda yig'ilgan chang to'zonlar so'g'itquchi shamoldurg'uchning normal xizmat qilishiga ta'sir yetkazadi. Ya'ni kompyuterimizni burunqidek so'g'ita olmaydi, temperaturasini normal tuta olmaydi. Shuning bilan kompyuterda sistema astalash, qizib qolish, ba'zi sistemalarni, programmalarni ocha olmaslik, bak ig'ir bo'lgan vaqtida kompyuter hatto qo'zg'almaydigan, qo'zg'alsimi 5-10 minutdan keyinla qizib qilib, kompyuter qayta o'chib qoladigan ahvollar yuz beradi. Shuning uchun biz kompyuterning qanchalik ishlatilishi, qayerda, qanday o'rinda ishlatilishiga qarab, qarallik ma'lum bir oraliqda tozalab turishimiz kerak. Agar sizning bu kompyuteringiz asılab qolgan va tezlik qizib qoladigan, so'g'itquchi shamoldurg'uchi davomli tez suratda aylanib turadigan shunday ahvol bo'lsa, ko'pincha holda kompyuteringizning so'g'itish qismida chang to'zonlar yig'ilib qolgan bo'ladi va buni vaqtida tozalab etmasangiz kompyuteringizning normal xizmat qilishiga ta'sir etishi mumkin. Normalda bu tozalash ishlarini kompyuter remontxonalari degandek shunday o'rinlar qiladi. Shuning bilan birga kompyuter to'g'riliq oz to'la biladigan degandek ma'lum kishilar o'zlari tozalaydi. Amaliyotda kompyuterning bu qismini tozalash bosqichi o qadar qiyin emas. Bu ishlardan ancha-muncha xabarimiz bo'lsa, boshqa alohida uskunalarmi ketmaydi. Hozir ko'rib turayotganinglardek bir aturka, bir tish cho'tkisi va kompyuterimizdagi so'g'itadigan shu markaziy betaraf qilg'ichning ustiga surkaydigan malham va tozalash uchun kerak bo'ladigan qog'oz qatorliqlar bilan biz bu tozalash ishlarini qila olamiz. Bizga kerakli bo'lgan saymonlar shu intayin oddiy. Biz bu shunday ishga qiziqsak yoki burun shunday elektronlik uskunalarni, televizor, unalg'u, sinalg'u, telefon degandek shunday narsalarni echib, qurashtirib baqqan, chuvib baqqan, qiziqadigan, qo'li shunday ishlarga keladigan qarindoshlar buni sinab baqsanglar bo'ladi. Ammo buni cho'qim diqqat bilan qilishimiz kerak. Undaq bo'lmaganda kompyuterimizni texmi yaxshi qilaman deb buzib qo'yadigan ahvol bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan, sabrchanlik bilan qilishimiz kerak. Bugun biz ko'rib turganinglardek HP markalik bu kompyuterning so'g'itish sistemasi qarab chiqamiz. Bu kompyuterning bir qancha yildan buyon so'g'itish sistemasi, so'g'itish qismi hech qanday tozalanmagan bo'lib, oldi bilan qilganimiz buning batareyasini chiqaramiz. Uningdan keyin aturki bilan kompyuterning ostidagi bu osti qapini ochamiz. Vintini bo'shatgandan keyin bu osti qapchuqni ochamiz. Shuning bilan bu chiqqan bo'ladi. Nurg'ulg'an kompyuterlarda kompyuterning bu so'g'itish qismi mushu yerlarda, mushu atrofda bir yerga joylashtirilgan bo'lib, hozirgidek mushu ostinqi qapchuqni ochgandan keyinla biz so'g'itish qismini ko'ra olamiz va mushu yerda bir qancha ventlarni, mixlarni ajratish orqali bu so'g'itish qismini tozalay olamiz. Ammo hozir biz ko'rib turayotgan bu kompyuterning so'g'itish qismi biz ko'rib turayotgan bu yerda bo'lmasdan buning ichkari qismida ekan. Shuning uchun biz bunday tipdagi kompyuterlarda kompyuterning hammasini chuvishga, ichidagi nurg'un saymonlarini sökishimizga to'g'ri keladi. Agar hozir rasmda ko'rinib turayotgandek bunday kompyuterlar bo'lsa, bayam deb o'tganimdek faqat bayotin biz ochgan shu qapchuqni ochgandan keyinla biz tozalash ishlarimizni olib bora olamiz. Ammo bu kompyuterda so'g'itish qismini echish uchun kompyuterning ichki qismlaridan boshlab echishimizga to'g'ri keladi ekan. Buni bir hisobda yaxshi bo'lgani, chunki biz bu jarayonda kompyuterning boshqa parchalarini qanday sökadiganligimiz va qanday qurashtiradiganligimizni o'rganib olamiz. Undaqda biz kompyuterning zapchastlarini sökishga boshlaylik. Birinchi bo'lib sökadiganimiz qattiq diska. Qattiq diska hozir sizlar ko'rib turayotgan bu sim orqali ana taxtaga ulanadi. Buni bu yeridan tortib chiqaramiz. Tassak bu chiqadi. Birinchi bo'lib qattiq diskimizni sökdik.
İkinci qilib nimani sökimiz deganimizda plastinka, nur plastinkasi, nur diskisi qo'ydigan buni sökimiz. Buni faqatla bir vint orqali, bir mix orqali chiqadi. Buni bo'shatdik va bu yerdan buni asta ittirsak nur diski qo'yg'ichimi chiqdi. Üçüncü qilib bu yerda ko'rinib turgan bu kartini, ya'ni simsiz tor kartasini sökimiz. Ventisini bo'shatamiz. Va bu chiqqan bo'ldi. Bu mushu bo'yicha qilib qolsin bo'ladi yoki bu ikki simni bundan ajratib elevatsakmi bo'ladi. Men hozir buni evetib turay. Shunday qilib bu kartini mu elevatdik. To'rtinchi qadamda nimani sökimiz deganimizda knopka taxtasini sökimiz. Hozir mayaga qarasak, mushu yerda qaysi vintining, qaysi mixning nimaga vakillik qiladiganligini ko'rsatib beryapti. Hozir ekranda ko'ringan bo'lishi mumkin, mushu yerda knopka taxtasining rasmi belgisi bor. Undaqda knopka taxtasining mixini bo'shataylik. Boşalttık ve knopka taxtimizni chiqaramiz. Knopka taxtasi bayam sizlar ko'rib turayotgan shu bir mix bilan chiqadi. Bu yerdagi ma'lum bir bo'shliqdan aturka yoki tirnoqimiz bo'lsa, shularni ishlatish orqali bu yerdan asta-asta knopka taxtasini chiqara olamiz. Mana hozir ovoz anglanganidek bu yerda mushni ching tutib turadigan kichik tirnoqchalari bor. Shularni sundurmasdan asta-asta chiqaramiz. Va buni chiqargandan keyin ko'rib turganinglardek ostida knopka taxtasining ana taxtiga bog'langan simlari bor. Buni intayin diqqat bilan ochamiz va buni chiqaramiz. Shuni yuqoriga chiqarsak bu sim chiqadi. Şunun bilan knopka taxtasini mu ajratgan bo'ldik. Endi biz yana kompyuterimizning boshqa mixlarini sökaylik. Biz hozir qattiq diskisini sökdik, tor kartasini sökdik, nur diski qo'yg'ichini sökdik va knopka taxtasini sökdik. Biz hozir qilgan mushu oddiy bir mashg'ulot orqali agarda bizning kompyuterimizning qattiq diskisi buzilsa yoki buni almashtiradiganga to'g'ri kelib qolsa, remontxonaga bormaylam qandaqkan, intayin oddiy. O'zingiz bir qattiq diskini olib almashtirib olsangizdan bo'ladi. Faqatla qattiq diskining simulangan beshini mush yerga kirgizib qo'ysaqlam bo'ladi. Undan keyinchi simsiz tor kartasini sökishni o'rgandik. Undan boshqacha nur diski qo'yg'ichini sökishni o'rgandik. Agar bu buzilsa qandaqkan, faqat bir vinti bilanla buni almashtirg'ili bo'ladi. Ya'ni buni o'zimiz kompyuter saymonlari sotadigan yerdan sotib olib, qandaqkan intayin oddiy bir usul bilanla buni almashtira olamiz. Uning keyindan knopka taxtasini almashtirishni o'rgandik. Intayin oddiy bir vinti bilan bir mix bilanla ajraydi va bir mix bilanla buni salg'ili bo'ladi. Agar kompyuterimizning mushu saymonlari bozilib, remontchiga qildirgan vaqtimizda balkim nurg'un pul talab qilishi mumkin. Bularni qandaq chiqaradiganligimizni, qandaq sökadiganligimizni ko'rib o'tdik. Mushu bo'yicha agar qilishga ko'zimiz elsa, sinab baqsaq bo'ladi. Hamda hozir mushu yerda ko'rinib turayotgan barliq vintlarni, mixlarni chiqaramiz, uning keyindan kompyuterimizni ochamiz. Undaqda boshlaydi. Mixlarni bo'shatgan vaqtimizda agar mixlar cho'ng kichik degandek farqlari bo'lib qolsa, buni diqqat bilan o'zimiz bilalaydigan qilib ayirib qo'yishimiz kerak. Hozir bu mixlarning hammasi o'xshash cho'nglikda bo'lganligi uchun men hammasini bir yerga qo'ydim. Va odatda bu mixlarning o'rnig'imi qandaq mix ekanligi, mixlarning cho'ng kichikligi to'g'riliq uchurlarmi bor. Qattiq diskka qo'ydigan yerimizda yana 2 mix bor ekan, bularni ham bo'shataydi. Ko'rib turganinglardek bu 2 mix boshqa mixlardan biroz farqli, kichikkan. Biz buni diqqat bilan qo'yishimiz kerak. Barliq mixlarni chiqarib bo'ldik. Endi kompyuterimizning ust tarafidagi qapini ochamiz.
Kompüterimizni açtık. Mayarga qarasak, mayarda bir sim bor. Bu kompüterimizning ovoz yangratquchining simi, buni chiqaramiz. Asta tassak chiqadi. Bu chiqdi. Undan keyin bu tarafga qarasak, bu yerda nima bir sim bor? Bu mayadagi qo'limizda ishlatiladigan mouse rayonining simi. Buni yuqoriga, ustiga chiqarish orqali bu yerdagi simni diqqat bilan chiqaramiz. Bu chiqdi. Endi bu tarafga qarasak, bu yerda nima bir sim bor? Bu sim kompüterni itib ochadigan bu tugmaning simi. Buni bu tarafini ustiga qilish orqali diqqat bilan asta-asta chiqaramiz. Buni chiqarib bo'ldik. Shuning bilan biz bu yerdan nimani chiqargandik? Bu yerdan biz kunuk taxtasining simini chiqargan edik. Bu yerdan ovoz sistemasining yangratquning simini chiqardik. Bu yerdan qo'limiz bilan ishlatilgan mouse qismining simini chiqardik va bu tarafdan-chi kompüterni itib ochadigan bu qismning simini chiqargan bo'ldik. Bularni chiqargandan keyin hozir ko'rib turayotganinglardek yana bir qanchalagan miqdor bor, bularni chiqaramiz. Endi bu miqdorni chiqarib bo'lgandan keyin kompüterning yon tarafidan ma'lum bir yerdan tirnoqlarimiz bo'lsa, tirnoqimiz bilan yoki bir aturga inchki bir narsa bilan degandek bu üst qepini chiqaramiz. Buni bu yerda kichik tirnoqchilari bor. Buni qo'pollik qilmasdan intayin diqqat bilan chiqarishimiz kerak. Hozir anglab turgandek mushundaq ovozlar chiqadi. Diqqat bilan asta-asta buni chiqaramiz. Ko'rib turganinglardek bu chiqadi. Va bu chiqdi. Ko'rib turganinglardek üst tarafini chiqargan bo'ldik. Endi şu deganimizda kompüterning ana taxtasi mushu, biz bu taxtini chiqarishimiz kerak. Buni chiqarish uchun bu tarafga qarasak, bu yerda bir sim bor, buni chiqaramiz. USB kirish simi. Buni o'xshash shaklda buni ust tarafiga qilsak, bu chiqadi. Buning ost tarafiga qarasak, yana bir sim bor. Bu kompüterimizni tok chatgan vaqtimizda tok kirish qismi. Buni asta tassak, bu simmi chiqadi. Onun keyindan mayada yana bir sim bor. Bu ekranni ana taxtiga bog'laydigan sim. Buni bu yerdan tutib asta ustiga qilsak, bu chiqadi. Buni chiqargandan keyin mayaga qarasak, bu yerda bir mix bor ekan, buni bo'shtimiz. Buni chiqargandan keyin bu yerda bir sim bor, buni chiqaramiz. Shuning bilan hozir ana taxtiga bog'langan barliq simlarni chiqargan bo'ldik. Endi ana taxtimizni shu yerdan tutib asta chiqarsak, kompüterning ana taxtasini muvaffaqiyatli g'albilik holda chiqargan bo'lamiz. Mushu orqasida ko'rib turayotganimiz, mushu taraf kompüterni sovutadigan qismi dal mushu. Bu yer cho'gilaydi, uning keyindan kompüterimizni sovutadi, temperaturasini normallashtiradi. Biz hozir kompüterning ana taxtasini sovutish qismini chiqardik. Endi hozir kompüterning bu qismi bilan bizning ishimiz qolmadi. Biz buni bu tarafga qo'yib turayli, asli ishimizga kelaydi. Biz hozir kompüterning ana taxtasini chiqardik. Endi ana taxtadan bu sovutish qismini chiqaramiz. Başta so'zlab o'tganimizdek, ba'zi kompüterlarning orqa qismini ochgan hamalla bu qismini ko'ralaymiz va tezla sovutish qismini ochib, intayin osonla tozalash ishlarini qila olamiz. Ammo bu kompüterning ishlari biroz murakkab bo'lg'achqa, kompüterning nurg'unlagan saymonlarini sökdik. Endi hozir sovutish qismini ana taxtadan ayirib chiqayli. Ko'rib turganinglardek yana bu yerda bir qanchalagan miqdorda bularni bo'shtimiz va sovutish shamoldurg'ichining bu yerda bir simi bor. Buni chiqarsak, sovutish sistemasini tamoman ajratib chiqqan bo'lamiz. Mixlarni bo'shatdik, simni sökdik. Ko'rib turganimizdek, kompüterning sovutish qismi mushuningdan iborat. Ya'ni bu sovutish shamoldurg'ichi aylanish orqali sirtdagi sovuq havoni ichiga kiradi va bu yer orqali markaziy betaraf qilguvchi ekran karta degandek bu asosli qismlarni sovutish rolini o'ynaydi.
Bu yer bevosita kompyuterning sirtiga qaraydigan tarafi bo'lg'achqa, odatda chang to'zon va boshqa moddalar mush yerlarga to'plashib qoladi. Shuning bilan kompyuterning sirtidagi havo ichiga o'tolmay yoki kompyuterning ichidagi issiqlik havo sirtga chiqolmay, kompyuterni normal sovutish xizmatlari daxliga uchraydi. Undaqda biz bu qismi qarab chiqayli, agar chang to'zonlar yig'ilib qolgan bo'lsa, buni tozalab o'tayli. Bu yerda ikki tal kichik mix bor, bularni bo'shatgandan keyin bu qismi ochiladi. Hozir ko'rib turayotganinglardek bu ochildi. Qaraydigan bo'lsak, bu intayin kirlishib ketgan, intayin chang to'zonlar yig'ilib ketgan. Qarasanglar bu yerda bir hozir raqtak, bir kigizdek bir narsa shakllanibdi. Bundaq bo'lgan ahvol ostida havo almashish yaxshi bo'la olmaydi va kompyuter intayin tez qizib, kompyuterning normal xizmat qilishiga ta'sir etadi. Bu kompyutermi dal hozir biz deb o'tgandek intayin tez qiziydigan mashg'ulotlarini joyida olib bora olmaydigan bir kompyuterdi. O'ylaganimizdek intayin ichida qandaqkan chang to'zonlar yig'ilib ketgan. Aslida buningki pokiz bo'lishi qandaq desak, hozir maya hammasi to'shikchi. Bu to'shikchidan bu taraf uchuq ko'rinishi kerak. Ya'ni bu asli uchuq yani. Bular hammasi to'shikchi, ya'ni havo o'tishib turadigan ya, agar hozir mundaq bo'lgan sharoitda havo almashish yaxshi bo'la olmaydi, kompyuterning normal xizmat qilishiga ta'sir etadi. Chang to'zonlar intayin ko'p to'plashibdi. Buni qanday tozalaymiz deganimizda, bayan biz tish cho'tkisi degan edik, shundaqmi? Buni mushu bo'yicha tozalasak bo'ladi. Agar hozirgidek mundaq ig'irroq bo'lgan sharoitda yusaqmi bo'ladi. Yusaqmi bo'ladi. Chunki bu hech qanday bir elektronlik qismi yo'q. Faqatla bu bir metal qismi. Ko'rdinglarmi meni? Mushundaq kirlishib ketgan, mushundaq to'plashib ketgan. Mushundaq tozalaymiz. Cho'qim aşağıdaki bunun tۆshikchilari ochilishi kerak. Ko'rib turganinglardek, hozir bir qadar pokizlandi. Buni texmi yaxshi pokizlasak bo'ladi, yuysaqmi bo'ladi. Agar yuydigan ish bo'lib qolsa, buni yaxshi quritib, butunlay qurib bo'lgandan keyin o'rnatishimiz kerak. Undan keyin bu shamolduruvchiga qaraymiz. Agar bu mubak kirilishib ketgan bo'lsa, buni mi tozalay olamiz. Buni mushiyadan asta ustiga qilsak bu chiqadi. Buni mi chiqartgan bo'ldik? Men hozir qarasam bu mancha-muncha kirilishibdi. Shuning uchun buni ochdim, ammo normalda buningga kerak yo'q, Buni ochgan ekanmiz, yana bir yana deb o'tay. Agarda kompyuterimizda mushu shamoldurg'ich mingish jarayonida odamni rahatsız qiladigan ba'zi bir ovozlar chiqadigan ahvol bo'lib qolsa, yoki bu shamoldurg'ich qismini butunlay almashtirasingizmi bo'ladi, yoki hozirgidek bu qismini sökib, buning ichiga mashina yig'i deydigan bir yog' bor. Ko'pinchalar buni bilasizlar. Shuningdan buning ichiga 1-2 tomchi temitib qo'ysak, buningmi foydasi bo'ladi. Shunimi bilib olsak yaxshi. Buning uchunmi ko'rib turayotganimizdek ancha-muncha to'zilinibdi. Bunimi tozalab o'taylik. Mashina yig'i deganimiz shu, nurg'unlaringlar bilasizlar. Agar bayam degandek shamoldurg'ich normal mangmaydigan, ovoz chiqaradigandek ahvol bo'lib qolsa, shuning shu o'ttirisiga buningdan bir tomchi temitib qo'ysak yetarlik. Agar jiq bo'lib qolgan bo'lsa, buni qaytirib to'kib etsak bo'ladi. O'ziga lozimligi qilib qoladi va undan keyin bu chaqpilikini, parvonasini silib qo'yamiz. Hozir normal aylanyapti. Bayam ko'rsatganimizdek, bizning asosliq tozalaydigan rayonimiz bu yer. Bu tarafini ig'irroq kirlangan bo'lsa, tozlangan bo'lsa pokizlaymiz, bo'lmasa bu tarafiga kerak yo'q. Hozir biz bu yerni pokizlab bo'lgandan keyin endi buni qorashtirib o'taylik. Bu yerni tozaladik va shamoldurg'ichni qorashtirdik. Endi buning markaziy betaraf qilg'ich va ekran kartiga tegib turadigan shu yerlarni sovutadigan bu rayonlarni pokizlaymiz. Bu mis bilan bog'langan yer bu yerga chaplashidi, bu taraf bu yerga chaplashidi. Hozir biz bu yerni pokizlaymiz, bu yerni pokizlaymiz. Qog'oz bilan bu yerlarga chaplashgan malhamni pokiz aytib chiqaramiz.
O'xshashla bu yerlarni mu tozalaymiz. Tozalash ishlarimiz tugagandan keyin markaziy betaraf qilg'ich va ekran kartining ustiga biz oldin tayyorlab olgan bu malhamdan bir tomchidan temitimiz. Bu malhamni kompyuter saymonlari sotadigan va telefon saymonlari sotadigan shundoq yerlardan topqili bo'ladi. Turkiyadagi bahosi 10-15 lira atrofida. Turkcha ismi termal majun. Intayin keng ishlatiladi va topmoq oson. Buning o'ttirisiga bir tomchi temitdik. Hem de bununla temitimiz. Ve ağzını etib etdik. Hem de biz bu yerge temitgan bu melhemni tekşi yeyimiz. Bu yerge etvirki bolsun buludu, qağaz bolsun buludu, yoki boshqa narsa bolsun mu buludu. Men balalardan kompyuter tutquchisini topdim, mushuni ishiltaman. Görgünüңlardek bu melhemni biz hazır hamma tarafiga tekşi yeyip chiqdik. Hamda atrofidagi sirtiga teshib ketgan bu yerlarini qog'oz bilan pokizlaymiz. Görgünümüzdek melhemni tekşi yeytib chiqdik va atrofidagi teshib ketgan yerlarini surtib etdik. Hozir so'g'itquchimizni ana taxtaning ustiga yerlashtiramiz. Buni qo'yganda diqqat qiladigan nuqtamiz, buni bir qatimli qo'yishimiz kerak. Ya'ni buning ustiga udul keltirib, bir qatim qo'yamiz va buni takror chiqartmaymiz. Agar bu joyiga tushmay, buni takror chiqaradigan ahvol bo'lib qolsa va bu malhamlar o'rnidan yo'tkilib ketsa, bu yerlarni yana qaytadan pokizlab, qaytadan malham surtib, uning keyindan takror mashg'ulot olib berishimiz kerak. Endi buning mixlarini chingitamiz. Mixni chingitishda diqqat qiladigan nuqtalarimiz hozir mayaga qaraydigan bo'lsak, buning ustida sonlar bor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 degandek. Buni biz bo'shatgan vaqtimizda farqi bo'lmagani bilan chingitgan vaqtimizda mushu yerda yozilgan sonlar bo'yicha chingitishimiz kerak. Ya'ni birinchi bo'lib 1ni, 2, 3, 4 degandek mushu bo'yicha davom qilamiz. Buni chingitib bo'ldik. Endi bu yerda ko'rinib turgan bu shamoldurg'ichning simini ulaymiz. Shuning bilan sug'utish sistemasini ana taxtadan ajratish, tozalash va qayta qurashtirishdan iborat bu jarayonlar tugadi. Endi biz bayotin kompyuterini qandoq so'kkan bo'lsak, parchalagan bo'lsak, shu bo'yicha takror qurashtirib qo'ysak bo'ladi. Bayotin mushu bo'yicha so'kkan edik, mushu bo'yicha diqqat bilan o'rniga qo'yamiz. Endi biz bayotin chiqarib olgan Nordiska qo'yg'uchining simini ulaymiz. Ustidan diqqat bilan asta bassak o'rniga tushadi. Endi ekranning simini ulaymiz. Buni mu o'xshash shaklda ustidan bassak shu yerga ulanadi. Uningdan keyin kompyuterga tok kirish simini ulaymiz. Buni mu bayotin qandoq chiqartgan bo'lsak, shu bo'yicha ulaymiz. Uningdan keyin matarafdan keladigan USB ning simini ulaymiz. Shuning bilan biz hozir ana taxtini joyiga o'rinlashtirib bo'ldik. Endi ust qismini joyiga qurashtiramiz. Bayotin chiqartganimiz bo'yicha
joyiga qo'yamiz va asta bosamiz. Üst qismini o'rniga o'rinlashtirib bo'lgandan keyin biz bayatini sökkan bu mixlarni chingitamiz. Mixlarni chingitib bo'ldik. Endi biz bayatini sökkan bu simlarni joyiga kirgizamiz. Bu nima simiti? Bu kompyuterning ovoz sistemasi, ya'ni yangratquning simiti. Buni joyiga kirgizamiz. Mush orqali nimani o'rgangan bo'ldik? Agar kompyuterning yangratqusi buzilib, buni almashtiradiganga to'g'ri kelib qolsa, mush bo'yicha almashtiramiz. Uningdan keyin kompyuterning bu qo'limiz bilan qiladigan mouse qismining simini bu yerga ulaymiz. Endi-cho kompyuterni itib ochadigan bu tugmaning simini ulaymiz. Hozir biz kompyuterning ust qismini joyiga o'rinlashtirdik va mixlarni chingitdik. Shundaqla simlarni joyiga kirgizdik. Endi kompyuterning orqa tarafiga qarab chiqayli. Oldi bilan biz bayatini sökib olgan nur diski qo'yg'ichni o'rniga joylashtirayli. Bu mushu bir mix bilanla joyiga tushdi. Endi biz bayatini sökkan bu atrofdagi barliq mixlarni o'rniga chingitib chiqayli. Knopka taxtasini o'rniga qo'yishda bayatini biz qanday sökkan bo'lsak, shu bo'yicha qo'yamiz, Ovozni anglayapsizlar. Bak kuchsak sunib ketadi. Endi buning mixini chingitib qo'ysaqla bo'ladi. Başta ko'rsatib o'tganimizdek, knopka taxtasining o'rni bu yerda. Bu mixni bu yerga chingitamiz. Endi biz bayatini chiqarib olgan simsiz tor kartamizni chingitamiz. Endi qattiq diskini o'rniga qo'yamiz. Simini bayatini sökkan usul bo'yicha asta kirgizib qo'ysak bo'ladi. Endi eng oxirida bu qapini qurashtirib olsak, barliq mashg'ulotimiz tugagan bo'ladi. Şunun bilan biz bir xotira kompyuterning ichining qanday ochiladiganligi, zapchastlarining qanday chiqariladiganligi, qanday almashtiriladiganligi va sug'utish sistemasining qanday tozalanadiganligi degandek bir qator mazmunlarni o'rganib chiqqan bo'ldik. Balkim ko'pincha qarindoshlar bu sinni ko'rishdan burun bunday ishlarni bek murakkab ishlar deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Amaliyotda biz o'ylagandek undaq murakkab ishlar emas. Agar yuqorida biz ko'rib o'tganimizdek kompyuterning ma'lum zapchaslarini, saymonlarini almashtiradigan ishlar bo'lib qolsa, o'zingiz mushundaq ishlarga qiziqsangiz, qo'lingiz kelsa, mushu bo'yicha sinab boqsangiz bo'ladi. Oxirida minglarga utuq, omad, osonlik tilayman. Yana bir qatim ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet.